turib qanaqa video olishni bilmasdan yo'nalishimiz hayotiy taksi yo'nalishi va hayotiy bo'lganligi sababli shu o'tgan kunlarni eslab bir video olgim kelib qoldi. Taksini ishi qiziq. Yo'llari undan-da qiziq bo'lar ekan. Bir kun bitta klient chiqdi-da, chiqib yomg'ir yog'ayotibdi. Chiqib o'tirdi. Bir joyga borish kerak ekan. O'rtoqlari chaqirgan ekan. Sinfdoshlarim, kursdoshlarim. Bilyard o'ynagan chaqirishgan ekan. Bilyard o'ynagan ketishyapti ekan. Mabodo ko'rib qolishsa, o'zlari ham vodiyda. Yangi Qo'rg'onmi, bo'ydami shunaqa deyishadilar. Akamidilar, ukamidilar, teng qurimidi. Aniq esimda yo'q yoshlarini ham so'ramaganman. Gaplashib yo'lma-yo'l ketdik-da. Yo'lda shunaqa gaplashib bir-birimiz bilan chiqishib ketdikki, Ali aka bilan yaqin deydi-ku. Yaqinda o'rtoq aka-uka deb qoldik-da. Keyin aka yurdik. Masofa ham tugadi, manzil yaqinlashdi. Aka, xolasiz charchagan bo'lsangiz deyishdi. Yuringcha miyaga dam berasiz, bilyard o'ynaymiz deyishdi. Bilyard o'ynashni bilmayman. Yoshlikda o'ynaganmiz. Biz haligi teshikka tushira olmasak ham shaqillashiga qoz bo'lib kirib o'ynardik. İçimizde o'rtog'imiz bor, Oybejon degan. Oybejon, siz ham ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga ham taalluqli. Bilyardni zo'r o'ynardilar. Xullas, keyin o'sha aka bilan aka aytdilar, yuring, miyaga chidam berasiz aka deyishdi. Yo aka, bemalol oldim. Biz ishdagi odammiz. Ishlamasak bo'lmaydi, bilmasam. Bo'pti-da aka deyishdi. Hech pul deyishadi, o'sha aniq eslanmayman hozir. 30 qancha ming pul bo'lgan. 30 qancha ming pul bo'lganda 100 ming pul berishdilar. Zdachi sanayib turdim. Aka, kerak emas zdachi, qolaversin deyishdi. Xijolat bo'lganda, aka, xijolat qilmang dedim. Yana bir marta so'radim. Yo'q aka, ko'ngildan deyishdi. Mazaxi gaplashib keldim deyishdi. Bo'ldi aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan ham dedi. 100 mingni oldim. Aka kirib ketdilar. Mana shunaqangi yaxshi insonlar uchirar ekan. Iloyim hammamizga mana shu mashinamizni o'tatib ishga chiqdikmi, mana shunaqangi yaxshi insonlar uchrasin. Keyin bunaqa holat yana yaqinda ham bo'ldi. Bitta Yaponiyalikmi yo Koreyalikmi chiqdi. Chiqdi-da, olib bordim joyiga, manziliga olib borib yetkazdim. U ham 100 ming pul berdi. Keyin zdachi sanashni boshladim. Zdachiga necha pul? 20 ming pul bo'lgan. 80 ming zdachi qaytarishim kerak. 80 ming berdim. Bitta 50 mingtalik
bitta 20 ming, bitta 10 ming TL berdim. Berdim, qo'limda yana mayda pul turibdi. Haligi aytdi-da, endi o'zini tilida gapiryapti, ishora bilan. Haligi 80 mingni barni oldiga yonimga qo'ydi-da, ana pulni ber deyapti. Endi men tushunishim bo'yicha qo'lingdagi pulni berdi. Qo'limdagi pulni berdim. Bu nima qilar ekan qo'limdagi pulni dedimda, qo'limdagi pulni oldim. Pulni ochdi-da, ochib turib ichidan tanlayapti. Bitta 20 minglik oldi. Bitta 10 minglik oldi. Bitta 5 minglik pul oldi. Qolgan pulni berdi menga qaytarib. 100 mingdan 20, 10, 35 ming pul oldi. 20 minglik yo'lga 35 ming qaytim oldi. Mana shu joyida yozib qoldiringlar. U nima sababdan mendan 35 ming so'm pul oldi? Men 80 ming pul berishim kerak edi. Lekin men to'g'ri qaytarganman. Nima sababdan bu bunaqa yo'l tutdi? Обязательно kommentariy yozinglar akalar. Bu lekin bu misol mana YouTube'ga video joylagandan keyin o'sha YouTube'ga video joylagan odam kommentariyni ko'rib maza qilar ekan. Bundan oldingi videolarda kommentariy yoki like'lar ko'rsam shunaqangi maza qiladigan bo'lib qoldim. Kerak bo'lsa har 10 minutda kirardim-da, kirib ko'rardim. To'g'ri, endi bu videolarimda kommentariy kam. Endi boshladim bu nimani yo'nalishni. Endi ochdim, yaqinda ochdim. Yo ochganimgancha bo'lib qoldi. Bu o'zim video qilishni boshlaganimga yaqinda bo'ldi. Shohruh aka degan akamiz bilan ko'rishib qolib, shu aka aytdilar, aka o'zingiz video qiling. Unaqaligi yasama videolar qilmang deyishdilar. O'shandan keyin shu videoni qilish boshladim. Kommentariyni yoki bo'lmasam like ko'rib, shu YouTube'ga video qo'ygan odamlar haligi nima qiladi-ku, nasha chekib, yo pivo ichib, kayf qiladi-ku. Mana shu YouTube'ga video qo'ygan odam shu kommentariy o'qib, like ko'rib, kayf qilar ekan. To'g'ri, men mana shu narsaga guvohi bo'ldim. YouTube'da ko'p ko'rardim o'zim ham, like bosing, podpiska bosing derdi. Nimaga bunaqa deyaverar ekan bular desam, shu narsani men shu sohaga, mana shu yo'nalishga kirib kelib, buni mazasini endi bildim. Hammamizga ham mana shunaqangi yaxshi klientlar, dobri klientlar uchraversin. Xudo xolasa bundan keyin yana yaxshi kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Ba'zi bir videolar kelyapti, ideyalar kelyapti. U ideyalarni qo'ygani to'g'risi qo'ygandan keyin u narsani olib ketishim bor. Shuning uchun men o'zim ham sal ikkilanyapman. O'shanga yarasha video ham chiqarib qo'yilgan. Video tayyor turibdi, shunday zagruzka bosilsa bo'ldi, u YouTube'ga joylanadi. Prosta u videolarni qo'ygandan keyin u video davomiyli videoda, endi misol uchun o'shaning uchun uni ichida misol nima deydi buni, xullas qachondirki o'sha videoni qo'ysam, Xudo xolasa qo'yarman, Xudo nasib qilsa, alhamdulillah. Qo'yganimda shu videoni ko'rib olaverasizlar. Ha, o'sha aytganim gapdi. Kommentariga izoh yozishni unutmanglar. Sizlardan shu narsani kutib qolaman. Shu
shu joygacha ko'rganligingiz uchun sizlarga katta rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha charchamanglar.